Xo'p, do'stlar, bugungi obzorimizda man sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilimiz o'sha Xiaomi eng trendda bo'layotgan mashinani SU7 avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz to'liq elektr avtomobil. To'liq zaryad bilan 758 kilometr masofani bosib o'tadi. 0 dan 100 ga tezlanishi 5-7 sekund. Xo'p, 299 ot kuchiga ega. Maksimal tezligiga keladigan bo'lsak esa ushbu avtomobilimizda 210 kilometrni tashkil qiladi. Xo'p, bu avtomobilimizda panorama tom bilan jihozlangan. Также o'zini pastsakanlik, беспроводной zaryadka, o'zini katta monitorlari, o'zini mana bunaqa chiroyligina bari, hamda bu yerda rulga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, переключение rejimlari masalan deylik, hamma narsaligi bor. Ichki salonlarga keladigan bo'lsak, xo'p, eshiklari как на отпечатkaga o'xshab ochiladi. Безрамочный oyna, orqa заводской закаленное стекло bo'ladi. Также ichki salonlarda ichki orqa qismlari ham juda ham keng. Bu shahar uchun juda ham zo'r avtomobil deb hisoblaymiz. Video ham o'ziga yarasha chiroyligina. Bagajlariga keladigan bo'lsak, bagajlari juda ham keng ishlangan. Также o'zini mana bu pastida kattagina bitta otseka bo'ladi. Xo'p, komplektida bu avtomobilimizda o'zini zaryadchiga poliklari bilan beriladi. Bu avtomobil kim kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Avtomobilimizda mana ichiklariga ko'radigan bo'lsangiz, laminatsiyalar tortilgan, yana ayrim joylariga mana broneplyonkalar ham oldlariga tortib qo'yilgan. Bu xavfsizlik jihatidan, что bu yerda mashina qirilib nima qilib qolmasligi uchun. Kimga bu avtomobil kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nalichida ushbu avtomobillarimizdan bor.